bu 17 futbolchi asosan o'sha asosiy tarkib futbolchilari emas. Yana bir qancha futbolchilar ishtirok eta olishmayapti. Shuning uchun qaysidir ma'noda bu uchrashuv bosh hakami namoyish etildi. Zofkri Muhammad Newell's Old Boys'da ishlagan va mana uchrashuvga start berildi. U yog'ini endi reportaj davomida gaplashaveramiz va qarang, birinchi daqiqa, birinchi sekundlarning o'zida Urugvay pressing bilan boshlayapti. Bundan albatta chiqib ketamiz. Undan oldin biroz muammoli davrni boshdan o'tkazdi Paragvay, Boliviya kabi jamoalarga yutqazib qo'ydi. Hozir Urugvayda imkoniyat, zarba yo'llandi, yaxshiyamki noaniq chiqyapti. Lekin mana shunaqa muammoli davrlarda ham Viliyani mag'lub etdi. Bor ekan Vinyasda pushkasi. Noaniq-u, ammo lekin mundial rejimiga sekin-sekin o'tamiz. Mundial rejimidagi o'rtoqlik uchrashuvi. Yana bitta hujum, yana qanotdan uzatma, yana shu kombinatsiyani urugvayliklar amalga oshirishdi va rikoshet holatida to'p olib borishyapti. Endi Nematov terma jamoa tajribasi ko'proq, unda baribir aynan milliy terma jamoa tajribasi. Buni tushundi. Ichkaridagilar ham tushungan bo'lishi kerak. Mana uzatma va zarba ekan bu ikki. Zarbami bu? Menimcha zarbaga o'xshadi. Darvozabon qiyinchilik bilan qaytardi va hozir mana bu yerda to'pni bermasligimiz zarur. Zarba, chiziqcha uzatma. Qarshi hujum qabul qilyapmiz. Qarshi hujum qabul qilyapmiz. Gol qabul qilmasak bo'ldi. Yaxshi. Qabul qilmadik. Amaro mana buni qarshi hujum baribir yana jahon darajasi. Pauzani ushlaganini qarang. Kevin Yohan Amaro so'nggi himoyachimiz bilan bir chiziqda turib keyin start olyapti. Ofsayd bo'lishi ham mumkin, ammo shuni oldini olish maqsadi. Oldini oldi. Qanchadir miqdorda oldini oldi. Va qanchadir miqdorda unga Sherzod Nasrullayev xalaqit berdi va katta miqdorda Abduvohid Ne'mat. Va Urugvay qarshi hujumda qanday kuchga ega ekanligini jismonan kerak bo'lsa aqli ham yetadi. Endi hammasi faqat detallarga bog'liq. Tayyorgarlik 100% bo'lish kerak. Hozir esa so'nggi sekundlarda imkoniyat Azg'aniyevdan pas, Eldor Shomurodovdan zarba, himoyachi ulgurdi to'pni to'xtatishga va shu payt to'xtab, o'yinning o'zi ham to'xtab qoldi. Yomon emas, mana bizda ham birinchi bo'lim oxirida golli vaziyat yuzaga keldi. Mayli, bu vaziyat to'pni tez o'yinga kiritmasa ham muhimi gol o'tkazmasa bo'ldi. Hojiakbar Alijonov to'p bilan yaxshi pas, o'ng qanotdan Azjon G'aniyev yuqoriga uzatma, Hojimatga to'p yetib kelmadi. Shu yerning o'zida kurashib ko'ramiz. Endi Urugvayda imkon kelishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Markaz sari uzatma, xavfli vaziyat. Juda ham erkin harakat qilishdi raqiblar va gol kiritib ketishmoqda. Afsuski, Facundo Torres, Palmeiras futbolchisi juda ham xotirjam o'ynashdi. O'ylab ko'radigan masala mana o'sha pas, mana hech kim qaytarmadi to'pni va u yog'iga keyin yumshoqqina uzatmadan so'ng tayyor golni urib ketyapti 21-raqamdagi Facundo Torres. Aslida hamma ishni 13-raqamdagi Federico Vinyes amalga oshirib berdi, ya'ni assist bo'lganda ham shunday qulay paski, u yerda to'xtatishning ham keragi yo'q edi, faqatgina aniq tepish talab etilardi. Urugvay qarshi hujumda bizni urinishimiz kerak. Hojiakbar Alijonovdan Trivela pas, Shomurodov kurashda yutib chiqdi. O'ng qanotda Azizjon G'aniyev ochilyapti. Bu tomonda erkin va mana bu yerda Nasrullayevga Shukurov to'pni aniq yetkazib berdi. Nasrullayev esa yuqoridan Eldor zarba! Darvozabon to'pni qaytaryapti. Italiya seriyasidan epizod ko'rdik. To'g'ri, hozir kundagi Eldor Turkiya chempionatida, lekin mana shu joyda Italiyadagi faoliyatini eslatib yubordi. Aniq maqsadli ravishda to'pni pastga qarab yo'naltirdi, lekin darvozabon fantastik seyv ijro etyapti. Nima ham derdik? Fabio Cannavaroga bu hujum yoqdi. Orqali bu yerda ham urugvayliklar faollik ko'rsatishda. Alijonov, Trivela yana bir bor. Eldor Shomurodov qochib ketishi mumkin. To'pni to'xtatib oladimi va unga qarshi qo'l ishlatilmadimi bu yerda? Hakam indamayapti. Afsuski VAR yo'q, boya aytganimdek. Mabodo tepishgan bo'lsa ham endi bo'ldi. Fursat boy berildi. 57-daqiqa Urugvay, shu aytganimdek o'yin sal ochildi. Urugvayning hujumi zarba bilan tugayapti. Xavfli zarba bilan tugayapti. Ham
ozgina noaniq. 13-raqamdagi Vinyasning faolligini aytib o'tish kerak. Zarbani aynan Vinyas yo'llaganda 1 soatga yaqin o'ynab qo'yishdi jamoalar. Hisob hozircha 1-0. Va Urugvayning navbatdagi hujumi ehtiyot bo'lish kerak, imkoniyat bermaslik zarur. Zarba! 2-0. Ha. Bu safar Sanabria menimcha bo'lmaydi. O'tkazib yubordik. Kurashni boy berdik-da, Abdurashid. Kurash yelka-melka kurash boy berildi va o'sha o'yin borasida ham qo'shdi. Plus zaxiradan tushgan futbolchi ish berdi mana. Kurash boy berildi va zona ochildi. Zarba zo'r chiqdi, gap yo'q, lekin mana bu yana o'sha Vinyas. Yana shu Vinyas qilib beryapti golni. Ikkinchi assist uning ijrosida. Va boyiga vaziyatda ham Sheriga ideal pas bergan edi. Hozir ham qanotda kurashni yutib chiqib, aniq to'pni tashlab berdi. Erishdi ham. Jiyanov o'girilib oldi. Qarshisida bo'sh hudud. Shomurodov bilan o'ynadi. Eldor markazga, Hojimat Erkinov zarba yo'lladi. Offside. Afsuski. Hojimat teskari turib qoldi bo'lsak ham ancha o'yin kartinasi o'zgarib ketadi. Hojiakbarda ham bor edi offside, Ruslonda ham bor. Shukurovning oyog'i ham bog'langan. O'yinni Urugvayda. Hozir Akmal Mazgavoy o'tdi, yaxshi. Chaproqda o'zini taklif etgan futbolchi bormi? Bor. Turg'unboyev. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat. Darvozabon to'pni. O'xshash uslubdagi hujumlar ikkita. Hattoki oyog'i bilan tepgan. Boshi bilan pas berib, oyog'iga pas berib, oyog'i bilan tepdi. Navarroga jamoani kuchaytirish uchun taqdim etiladi. Franko to'g'ri hujumchisiga to'pni yetkazib berdi. Xavfli vaziyat, zarba yo'llandi. Hujumchiga tashlab berdi zarba uchun. Xavfli vaziyatlar ko'p sodir bo'lyapti darvozamiz oldida. Yaxshiyamki mana bunisi aniq bormadi. Yo'qsa oson kechmasdi bu. Zarbani qaytarish. Qolaversa Abduvohid Ne'matov biroz oldinroqqa chiqdi. Yana bir burchak zarbasi 81-daqiqa o'tib boryapti. Urugvayda imkoniyat, jarima bunchasi tomon to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat, zarba yaxshi ham noaniq. Yaqin masofada ham noaniq zarba yo'lladi hozir Urugvay vakili. Yo'qsa 3-golni qabul qilib olishimiz mumkin edi. Himoyachilarimiz bu safar ham o'tkazib yuborishdi. Mana endi Husniddin Aliqulovning yo'qligi sezilyapti. Abduqodir Husanov yo'q. Santiago Inacio edi. Bu jihatlar bo'yicha o'ylaymanki kamchiliklar kuzatildi bugun. Plus hujumda zarba kamligi. Hozir Eldor chiroyli fint ishlatdi, yaxshi pas berdi. Kombinatsiyaning davomi ham bor. Norchayev o'tdi. Darvoza bo'sh. Va gol! Va nihoyat oradagi farq qisqardi. Ruslanbek Jiyanov Kambekiston ishga kirishdi. Vaqt bor. Vaqt bor hali, hisob 1-2. Jiyanov kerakli payt, kerakli nuqtada paydo bo'ldi. Hisob yaxshi. Gol urdik muhimi, mayli. Va hozir bu ruhiy ustunlik ham beradi. 2-0 da biroz o'sha charchoq bilan birgalikda kayfiyatsizlik ham sezilayotgandek tuyulayotgandi. Ikkinchi golga endi futbolchilarimiz harakat qiladi. Bu yog'iga motivatsiya eng so'nggi hujumimiz bo'lishi mumkin. Tashkil eta olamizmi shu hujum? O'nroqqa uzatma. Hujum chizig'i tomon pas. Xavfli vaziyat, bosim kerak. Imkoniyat. Wow! Yana Ruslanbek Jiyanov gol urish imkoniyatiga ega bo'ldi. Himoyachi xatoga yo'l qo'ygandek tuyuldi, ammo bo'ldi, ulgurmadik. 1-2 yaxshi test bo'ldi biz uchun, lekin yutqazdik. Orada yetmadi. Bu hammasi to'g'rilanadigan jarayonlar. Bir oydan keyin FIFA kunlari, ulargacha tayyorgarlik ko'ramiz. Do'stlar, aynan shu pallada siz bilan xayrlashamiz. Garchi bugun o'yinda yutqazgan bo'lsak ham, lekin ko'p kamchiliklarimizni bilib oldik. Umumiy olganda yutdik deb hisoblashimiz mumkin. Siz bilan Abdurashid Odilov va Davron Fayziyevlar bo'lishdi. Keyingi reportajlarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.